ajoyib bir tenglamani ko'ramiz. Mana shunaqa tenglamani ishlashimiz kerak. Bitada g'oya kelmaydi ko'pchilikda. Nima qilsak bo'ladi? Masalan, mana A deb olsam, buni B deb olsam, shunda A ko'paytirilgan B degani bu x kvadrat minus 1 degani. To'g'rimi? Demak, mana shu holatga keldi. Endi A qo'shilgan b-chi desa bizda, shunda bu x minus 1 minus x plus 1. Bunda nima keladi desa, umumiy maxrajimiz x kvadrat minus 1 bo'ladi. Buni bundan bersak x kvadrat plus x, buni bunga bersak plus x kvadrat minus x bo'ladi. Bu-chi? Bu bizda 2x kvadrat taqsim x kvadrat minus 1 bo'ladi. To'g'rimi? Mana shu keldi. Endi nima qilamiz? A plus b ning kvadrati ayrilgan va ikkilanganini ayirib tashlasak, ya'ni a bni, shunda bu 45 taqsim 16 ga tengmi? Ya'ni mana a kvadrat plus b kvadrat teng 45 taqsim 16 ga, mana ikkilanganliklari ayrilib ketadi. Mana bu kvadrati bu 4 x 4-inchisi x kvadrat minus 1 ning kvadrati minus mana bu esa ikkilangan, ya'ni 2x kvadrat taqsim x kvadrat minus 1 teng 45 taqsim 16. Demak, masalamizda mana shu degani belgilashga ko'ramiz. X kvadrat 2x kvadrat minus 1 ni t deb olsak, mana shunda bu t kvadrat minus t minus 45 taqsim 16 bo'ladi. Tengmi? Demak, mana shuni tenglamani ishlasak, bizga yechimi chiqadi. Endi bu yerda nima qilamiz? Bu 16 t kvadrat minus 16 t minus 45 tengmi? Diskriminantimiz 16 ning kvadrati minus bo'lsa plus bo'ladi, 4 karra 16 ko'paytirilgan 45. Bu esa 16 ni chiqarib yozsak 16 plus 4 karra 45. Bu 4 karra 45 necha bo'ladi? 180, to'g'rimi? 180 bo'lsa 196, 14 ning kvadrati, ya'ni 4 ning kvadrati 14 ning kvadrati. Shunda bizda t 1 2 miz teng bo'lar ekan 16 plus minus 4 karra 14 taqsim 32. Shunda nima qilamiz? T birimiz teng bo'ladi. 16 ga 4 karra 16 necha bo'ladi? Buni ikkalasi ko'paytirmasi 40, 16. To'g'rimi? 56 bo'ladi. 56 ga 16 ni qo'shsak 72 taqsim 32. 8 ga bo'lsak mana 4 dan, 8 ga bo'lsak 9 tadan. Keyingisida t 2 bo'lsa esa ayirsak 16 taqsim minus 40 minus 40 bo'lsa minus 48 ga bo'lsak 5 bu 4. Lekin bizda t bu yerda musbat yo'lmas ekanmiz. Bu ikkalasini ham olamiz. Demak, nima qilamiz endi? Buni mana shu yerga qo'yib x larni topishimiz kerak. Shunda biz mana bunday yozsak 2 x kvadrat taqsim x kvadrat minus 1 t deb oldik. 9 taqsim 4 bu 8x kvadrat teng bo'ladi 9x kvadrat minus 1 ga. Buni u yoqqa o'tkazib 1 teng x kvadratga. X teng plus minus 1 ga. Mana bitta yechimi chiqdi. Ikkinchi yechimi endi mana bunday yozsak bo'ladi. 2x kvadrat taqsim x kvadrat minus 1 teng minus 5 taqsim 4 ga. 8x kvadrat teng bo'ladi minus 5x kvadrat plus 5. Demak, bu yoqqa o'tadi 13 x teng plus minus ilzosida 5 taqsim 13 bo'ladi. Mana demak, ratsional ildizlar va butun ildizlar. Hammaga rahmat.